Oldin poqim bilan yashaganimda, ya'ni dodam bilan yashaganimda har doim luqmaga ehtiyot bo'ldirdilar. Ko'chada ovqatlanib kelgan kun men bilan jazo tariqasida gaplashmasdilar. Nimagaligini so'raganimda shunaqa javob bergandim. Oldin bir ilmli odam bo'lgan ekanlar, kechirasizlar, ismlarini eslab qololmayman. Shu olim odamni marosimga taklif qilishibdi. Va marosim davomida hamma ulardan ilmlarni sirini so'rashgan. Mani ilmim siri bu luqmamni halol saqlashimdadir degan ekanlar. Shu payt oldilariga ovqat tortishgan ekan. Va marosimning oxirigacha u ovqatga umuman teginmabdilar. Shunda odamlar so'rashibdi, bu luqma bilan bog'liq nimadir xato bormi? Hammamiz bilamiz, ovqatning kamchiligini umuman aytib bo'lmaydi, lekin majbur bo'lganlardan aytganlar. Bu ovqat betahorat va bebismillo qilingan ekan. Shuning uchun meni ilmim ketib qolishidan qo'rqaman degan ekanlar. Agar bilsanglar, Allohga yaqin odamlarga va olim insonlarga Alloh o'zi ko'ngliga shu narsalarni soladi. To'g'riga ikkinchi marta ovqat qildirishadi. Bu safar Bismillahirrohmanirrohim va tahorat bilan ovqat qiladi. Va bu safar ham yemasliklarini aytib uzr so'rabdilar. Ikkinchi marta qilingan ovqatni yemaganlari sabab bu ovqat zaharga aylangan bo'ladi. Ya'ni povurni jahli chiqib, "Sen asobindaymisan?" deb qozonni tars-turs qilib urib jahl qilgan bo'ladilar. Jahl bilan qilingan ovqat zaharga aylanadi. Shunga uyda kim ovqat qilsa, har doim ko'ngliga qaranglar. Bu ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman. Like va podpiska bosishni unutmang. Пока.